Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlar. Zamon yangilanmoqda. Kepek, kunjara, mana kunjaralardan mollarga eng kerakligi mana shirot. Raps shiroti, ris baraka, makka uni, arpa va o'zimizda vitaminlarga qaytish mahali yetib keldi. Birodarlar, mana vitaminlar. Kalsiy, soda mana. Veloposma. Mana shulardan aralashtirib beradigan mahali yetib keldi. Mollarga ham e'tibor berish kerak, odam o'ziga ham e'tibor berish kerak. Ris barakani berish davri keldi. O'zimizni qiynab, atala qilib, kepek, kunjara qilgandan ko'ra tayyor yemni bergan yaxshi bo'lyapti. Qanjollaring sog' olsin. Esdan chiqaramiz endi bunaqa kunjara, bunaqa kunjaralarni. Nimaga? Molga hashti foydasi yo'q. Mana kerakli narsalar. Mana bizga kerakli narsalar. Zamon o'zgarlayaptimi? İnsanlar ham o'zgarlishi kerak. Mollarni yemini o'zgartirish kerak. Foydasi bor, ziyoni yo'q. Eng kerakligi mana shu. Qanjollaring sog' olsin. Molga qiziqqanlar bitidan like bosib, podpiska bosinglar.